Xullas, torlarni ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Lekin sizda yaxshi monitor bo'lsa, ularni tasavvur qilishingiz va tushunishingiz oson bo'ladi. Imer 27MB777 monitori esa aynan siz xohlagan monitor. Ushbu monitorning 27 dyuymli mini LED displeyi yorqin va tiniq tasvirlarni taqdim etadi. Bu sizga har qanday kontentni yuqori sifatda ko'rish imkonini beradi. 180 Hz chastotasi esa dinamik sahnalarda ham silliq va ravon harakatlarni kafolatlaydi. Bu ayniqsa o'yin o'ynaydiganlar uchun muhimdir. Undagi Fast IPS texnologiyasi esa aniq ranglar va minimal xiralikni ta'minlaydi. Monitorning balandligini sozlaydigan HAS funksiyasi orqali esa siz istalgan vaqtda monitorni o'zingizga qulay bo'lgan balandlikka o'rnatishingiz mumkin. Ekranni chapga va o'ngga burish, shuningdek 180 gradusga burish imkoniyati ham bor. Dizayni haqida gapiradigan bo'lsak esa Metal V shaklidagi oyoq monitorni har qanday ish joyiga moslashtiradi. Aytgancha, Imer 27MB777 monitorida kolonkalar ham mavjud. Quloqchinlaringiz bo'lmasa, o'yinlarni monitorni o'zi bilan ham o'ynaverasiz. Monitorda portlar yetarlicha. USB, ikkita HDMI, DisplayPort va audio uchun port bor. Aytgancha, agar bu monitorni sotib olsangiz, Huawei Band 6 aqlli soati sizga sovg'a sifatida taqdim etiladi. Batafsil ma'lumot video ostidagi havola bo'yicha.